To'g'risini aytaman. Assalomu alaykum olmaliqliklar. Sulton Tagayev qancha pul topadi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Buni bilishimning sababi o'zim ko'chada yurganimda, ko'pchilik bilan gaplashib qolganimda, qancha pul topasiz, prosmotrlarga pul beriladimi? Videoga oladiganlaringiz qancha pul topadi, qanchadan bo'lishasizlar? Juda ham ko'p bo'ladi bu savol. Do'stlar, blogerlikni boshlaganimga 2 yil bo'ldi. To'g'risini aytsam, boshida bu sohadan qancha pul topishimni aniq bilmaganman. Endi sekin-sekin Xudoga shukr mevalarini beryapti. Lekin blogerlikni boshlashimdan oldin juda ham katta risk qilganman. 5 million so'm oylik olardim. O'zi kombinatda ishlab, 2,5 million so'mdan oylik to'lovi iPhone sotib olganman. Chunki blogerlik qilish uchun iPhone kerak bo'ladi. Alhamdulillah, hozirgi kunda juda ham yaxshi. Endi u telefonlarni sotib olib, undan yaxshiroqlarini ham oldik. Xudoga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Do'stlar, nima demoqchiman? Agar siz o'qituvchi bo'lasizmi, do'konchi bo'lasizmi, shofyor bo'lasizmi, taksistmi, doktormi, umuman farqi yo'q. Hozirgi zamon talabi. Telefon sotib oling, o'zingizni syomka, ishingizni jarayonida syomka qiling, xalqqa ko'rsating. Agarda sizni qilayotgan ishingiz odamlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aniq va aniq siz o'zingizni qilayotgan ishingizni orqasidan pul topishni boshlaysiz. Bu kafolatlangan ish hozirgi kunda. Hozirgi kunda qancha pul topasiz degan savolga javob beradigan bo'lsak, do'stlar, men bilasizlar, kombinatda ishlayman. Undan tashqari blogerlik sohasidan hozirgi kunda hech qanaqa reklama olmaydigan bo'lsam, faqat shartnomalar asosida ishlaydigan bo'lsam, $700 pul ishlab topaman. Oylik aniq keladigan pul. Bundan tashqari reklamalar chiqadi, yana qo'shimcha oyiga $1000 dan oshib ketadi. Aytishlar mumkin, bo'lishi mumkin emas, lekin bu real bo'layotgan voqea. Meni anchadan beri kuzatadiganlar biladi. Ushbu videoni esa yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni esdan chiqarmang. Mana shu bahona sizlarga yaxshi bitta aksiyani e'lon qilmoqchiman. O'zimizda Olmaliqda joylashgan ishonchli savdo markazida telefonlarning narxi juda ham arzonlashgan. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Masalan, mana 16 Pro Max'imiz oylik to'lovi 1,900,000 so'mdan chiqyapti. Biz 2 yil oldin 15 Pro Max'ni 2,5 million so'mdan olganmiz. Endi tasavvur qilaveringlar, 16 Pro Max. 16 Pro'miz esa 1,600,000 so'mdan chiqyapti oylik to'lovi 12 oyga. 25 Ultralarimiz esa 1,434,000 so'mdan. Mana shu telefonlarni xohlaganingizda kelib turib xarid qilib, o'zingizni blogingizni yurg'izishni bugundan boshlashingiz mumkin. Videoni esa yaqinlaringizga ulashib qo'ying, like bosib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin.